Mening ismim Subinur. Kichik vaqtimda atam ustolidagi gulubni beqirtib, "Qara qizim, dunyo sening ilkingda. Ko'zing yetganga bir kuni qadaming yetadi. Arzu qilganingga qurbon yetadi. İnsonga ko'tarolmaydigan mas'uliyat, yetolmaydigan arzu berilmaydi ham bildirilmaydi. Shunga qo'rqmay arzular. Qo'rqmay so'y. Qo'rqmay yashag'in qizim. Bilimni o'zingga hamroh qil. Bu dunyoda sening o'zingdan yaqin do'sting ham o'zingdan ashaddiy dushmaning yo'q" degan edi. Atamning ana shu so'zlarining tegiga endilikda haqiqiy yetyapman. Men notiqlikni kichikimdan yaxshi ko'rib keldim. Har bir qitim notiq sahnasiga qadam olganimda o'zimning hayotining haqiqiy ma'niga ega bo'lganligini his qilaman. Mening o'qigan kitoblarimdan va hayotimdan chiqargan yakunlarimni hikoya tusida so'zlab kishilarga umid, ilhom va arom baxsh ilib keladigan notiq bo'lgan bor. Ana shularni o'ylasam, ruhim ko'tariladi va mavjudligimning ma'niga ega bo'lganligini his qilaman. Men bir oshiqman. O'z orzuyi uchun o'tqa kirishga, suvga cho'kishga tayyor ekanligini ig'izini tushirmaydigan. Ana shu orzuyim bilan erkin muhabbatlashish uchun yurtimdan ayrilib, dunyoning u chetidan bu chetiga kelgan savdoyiman. Biroq men yana o'z qo'rqinishimning quliman. Orzuyimga u menga sodiq bo'lgandek sodiq bo'lib, uning uchun har bir qiyin o'tganlarga bardoshlik berishga tayyor bo'lishning o'rniga rad qilishga uchrashdan ansirab, qurbonlik berishdan qo'rqib, men so'ygan, ham meni so'ygan orzuyimdan o'zimni elib qochib yurgan bechoraman. Lekin qalbimning cho'nqur yerlaridagi shu orzu uchqunlarining hech qachon o'chib qolgani yo'q. Men navbatda hikoyamni ana shundoq orzusi uchun so'qiyotgan yuraklarga yozdim. 2016-yili, ya'ni 4 yil burun men tunji qatim Supurgi nomli notiq programmasiga taklif qilinib, o'zlik to'g'risida nutq so'zlagan edim. Arliqda ashpashtigacha 4 yil o'tibdi. Videolarimni taraqlarga chiqarib turgan bo'lsam-mu, menda izchillik bo'lmadi. Men saqlab o'tatdim. Texmi keng doirada bilimim bo'lishini, texmi ilg'or o'y fikrlarning meni tepib olishini, qo'rqinishimning meni tashlab ketishini, orzuyimning qo'yniga o'zimni shartsiz atilgan ruxsatning berilishini saqlab o'tatdim. Saqlash jarayoni meni pushaymonga to'ldirdi. Saqlashimning qo'rqish sababidan bo'lganligini his qilib yetganimda meni ruhiy tushkunlik bosdi. Keyingi nutqlarimning avvalgidek alqishga erisholmasligidan, ahamiyatli bo'lmasligidan, pasib tus olgan baholarga inkos qaytarilmasligimdan ansirdim. Yo'q, men qo'rqdim. Agar shu birinchi videorimdan keyin izchil davomlashtirgan bo'lsam edi, hozir hayot safarim meni boshqacha manzillarga boshlagan bo'ladi kaski. Biroq pushaymon o'tmish. Kelgusi hozir. Men o'z qo'rqinishim bilan elishni boshladim. Atrofimdagi pasib energiyatik kishilarni asta-asta turmushimdan chekindirdim. Arzusiz, nishonsiz guruh bilan birga bo'lishdan yolg'izlik, jimjitlikni tanladim. Shu jarayonda nurg'un kitoblarni o'qidim. O'qigan kitoblarim mening o'zim bilan ko'proq mungdishishimga turukkilik rol o'ynadi. Mening orzuyimga yaqinlashish jarayonim o'zimni haqiqiy tushunish va yaxshi ko'rishni o'rganish jarayonim bo'ldi. Chunki men bu jarayonda o'z dushmanimdan o'zimning do'stimga aylanishga boshlagan edim. Men gipnoz qilib psixikalik davolash kasbini o'qidim. Kundalik turmush odatimga aylanib ketgan pasib o'y xiyollarimni tüp yiltizdan yo'qotish uchun men yoshirin enimga yoshirilgan ashu aslamlarim bilan qayta yuz ko'rishimning zarur ekanligini his qilib yetgan edim. Ham shu kitob o'qish jarayonimda gipnoz qilib psixikalik davolashning shuning unumli usul ekanligini bilgan edim. Men mushu kasb orqali o'zimning hayotida o'zgarish hosil qilgandan keyin buni kasb qilib xaridor ko'rishga boshladim. Mening kundalik xizmatim kompyuter programlayuvchisi. Biroq ishdan sirtqi vaqtimda gipnoz qilib davolash kasbini qilayotganimga mana 2 yil bo'ldi. Bu jarayonda kishilarning tugunlarini yeyishga va o'zini haqiqiy tushunishni boshlashiga yordam berganligimda, hayotida o'zgarish hosil qilishiga sababchi bo'lanligimda men o'z mavjudligimni cho'nqur his qilib yetdim. Ana shunday his tuyg'ular meni texmi ko'p odamlarga yordam berishga undab kelyapti. Bu mening mazkur videoni ishlab chiqarishimning asosiy sababi. Men bu hikoyam orqali nima demoqchi? Ba'zida
Arzuyunuz siz o'ylagan yo'lda yoki usulda ham shu vaqtda amalga oshmasligi mumkin. Biroq u arzuyingizdan voz kechishingizning beshorati emas. Balki arzuyingizga yetish usulingizni o'zgartirib beqishingizning beshoratidir. Oxirda meni izchil qo'llab kelgan go'zal ruhlar uchun cho'nqur rahmatimni ham hurmatimni bildiraman. Sizlarning qo'llashinglar, muhabbatinglar meniki shunday videoni ishlab chiqarishimga yana asosli turtki bo'lyotidi. Shunga sizlarga chin ko'nglimdan rahmat. Bundan keyingi videomda men amalba to'g'ri kasbiy so'zni ishlatishga tirishaman, lekin men bu kasbni inglizcha o'qiganligim uchun ham meningki gipnoz qilish jarayonim butun inglizcha bo'lganligi uchun ba'zi so'zlarni yana sizlarning yordaminglar bilan davomli mukammallab mangmiz. Shunga bundan keyingi yordaminglarga oldin ola sizlarga ko'pdan ko'p rahmat.